Xo'jayinlarni ishga kuzatib, yotib dam olasizlarmi yoki sekin bir chekkadan ishlaringlarni qilishni boshlaysizlarmi? Romiylarni shunaqa setkasi sizlarda ham tez chang bo'lib ketaveradimi? Muzday suvda bitta yaxshilab chayib oldim. Keyin oynalarimni ham bir tekisda artib oldim. Uyda o'tirib shuncha ishga qanaqa ulgurasiz deyshadi. Uborka ishlarimga har doim uzoq 1 soat vaqtimni ajrataman. Undan ko'pini ajratmayman. Domda nima ish bor deydiganlar uchun domda mana shuncha ish bor. Nimagadir o'g'lim hamma o'yinchoqlarini divan tagiga tiqib yuboradi. Shu tugmasi osilib yotib, necha kundan bir asabimga tegayotdi. Uni ham qilaylab qo'ydim. Hidi yaxshi konditsionerni muzli suvga aralashtirib olib, bir chekkadan divanlarimni, changlarimni artishni boshladim. Shu divan mo'yshi bo'lganiga tez kirlari chiqib ketadi. Konditsionerli suvda chang artsangiz, shunaqa yaltillab chiqadi hamma joyinglar. Oyna artadigan sprey bilan akvarium ham yaltilladi. Pol artadigan shunaqa sredstvan suvga aralashtirib, pollarimni ham artib oldim. Uyinglar toza, svejiy tursa, sizlarning ham asabiylar tinchlanadimi? Kommentariyada fikringlarni yozinglar.